Valverde City'ga qarshi o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Abduqodir Husanovga esa baho berilmadi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Real Madrid himoyachisi Federico Valverde Chempionlar Ligasi 1/8 finalda Manchester City'ga qarshi birinchi o'yinning yakunlariga ko'ra eng yuqori baho oldi. Dunyoga mashhur Marca nashri hat-trick muallifiga 4 yulduz berdi. Real tarkibida Thibaut Courtois, Orlean Tchouameni va murabbiy Alvaro Arbeloa 3 yulduz bilan baholandi. Vinicius Junior esa 2 yulduz oldi. Manchester City safida eng yuqori baho Bernardo Silva, Anton Semenyo va Jeremy Dokuga berildi. Ularning har biri 2 yulduzdan oldi. Jamoa bosh murabbiyi Pep Guardiola esa 1 yulduz bilan baholandi. Erling Haaland, Abduqodir Husanov va Savinho baho olmadi. Ularning yonida tirey qo'yilgan. Bu gap bilan Marca nashri Abduqodir Husanovga eng past baho bermoqda. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Kechagi o'yinda Abduqodir Husanov haqiqatan ham bahoga loyiq ko'rilmadi deb o'ylaysizmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.